Diqqat, xalqimiz uchun tezkor xabar. Kartadan kartaga pul o'tkazish noqonuniy. Blogerlar daromadi qanday tartibda soliqqa tortiladi? Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda ayrim blogerlar o'z daromadlaridan soliq to'lashni boshlagan. Aksar kontent yaratuvchilar esa topgan pulini qanday rasmiylashtirish va undan soliq to'lash tartibini bilmaydi. Shu sabab Soliq qo'mitasi mas'ullari onlayn seminar o'tkazib, blogerlarning moliyaviy majburiyatlari bo'yicha ma'lumot berdi. Maqomini to'g'ri tanlash muhim. Soliq qo'mitasi boshqarma boshlig'i Muzaffar Muhammad Saidov blogerlar qaysi soliq rejimini tanlasa qulay bo'lishini tushuntirdi. Mutaxassis avvalo har bir kontent yaratuvchi o'z faoliyatini tahlil qilish kerakligini aytdi. Misol uchun, bloger yakka holda ishlasa, o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgani ma'qul. Chunki bu soliq rejimida yollanma ishchi olib ishlatish mumkin emas. Ya'ni fuqaro bir o'zi faoliyat yuritishi kerak bo'ladi. Agar 5 nafardan xodim yollab, jamoa sifatida ishlayotgan bo'lsa, yakka tartibdagi tadbirkor YTT sifatida ro'yxatdan o'tish qulay. Yana bir yo'li yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan kiritishdir. Bunda soliq hisoblarini topshirish har bir xodim uchun daromad va ijtimoiy soliqlar to'lash kabi qo'shimcha majburiyatlar yuklanadi. Ko'pgina blogerlarimiz ijtimoiy tarmoqlarda jamoaviy bo'lib chiqishlari qiladi. Shunday tartibga ishlaydiganlar yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritishi tavsiya qilamiz, dedi Muzaffar Muhammad Saidov. Ro'yxatdan o'tish tartibi. O'zini o'zi band qilgan shaxs yoki YTT sifatida ro'yxatdan o'tishning offlayn va onlayn shakllari bor. Birinchi yo'l davlat xizmatlari markazlari yoki soliq organlariga borish orqali ro'yxatdan kirish. Keyingisi esa soliq ilovasi my.gov.uz portali va new.birdacha.uz saytlaridan foydalanib soliq rejimini tanlash imkoniyati bor. Bunda o'zini o'zi band qilmoqchi bo'lganlar soliq yoki my.gov.uz ilovasiga kiradi. YTT ochish niyatidagilar new.birdacha.uz saytidan foydalanadi. Blogerlar qaysi turdagi soliqlarni to'laydi? Blogerlar qanday soliqlar to'lashi tanlangan soliq rejimiga bog'liq. Tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan, ammo blogerlik orqali daromad qiladigan jismoniy shaxslar ham soliq to'lashi kerak. Buning daromad deklaratsiyasi taqdim etadi. Hisoblangan 12% lik daromad solig'i esa 1-iyungacha to'lanishi zarur. Qonunchilikka ko'ra o'zini o'zi band qilgan shaxs va yakka tartibdagi tadbirkor to'laydigan soliq stavkasi bir xil. Ya'ni ularda yillik aylanma pullari bazaviy hisoblash miqdorining 12 baravarigacha 4,94 milliard so'm bo'lsa, shu puldan 1%ni aylanmadan soliq sifatida to'laydi. Agar yillik aylanma mablag'lari belgilangan chegaraga yetsa, ya'ni 4,94 milliard so'm, bloger qo'shilgan qiymat solig'i, ya'ni 12% va foyda solig'ini 15% to'lashga o'tadi. Bu umum belgilangan soliq turi deyiladi. Ilk bor mazkur soliq rejimida o'tganlar foyda solig'ini 1 yil davomida to'lamaslik huquqini berilgan. Bloger yuridik shaxs sifatida faoliyat yuritayotgan bo'lsa, yillik aylanma mablag'laridan 4%ni aylanmadan olinadigan soliq sifatida to'laydi. Uning aylanmasi ham belgilangan chegaradagi summaga yetsa, umum belgilangan soliq to'lovchisi bo'ladi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.